Mana uchastkadan o'zim o'yimga kelvoldim. Manbani qirqog'ayni gulim. Yomg'irdan keyingi holati. Kecha rosa yashnab yotuvdi. Bulturgi qirqog'aynimni eslasanglar, baland bo'lib ketishgan edi. Rosa guli ko'p edi. Bu yil endi kesganimga sal guli kamroq, lekin juda ham chiroyli turibdi. Ko'zingiz yashnaydi. Rayhonlarim ham ancha jonlanib qoldi. Havo yaxshi bo'lyapti. Bahor havosi juda chiroyli bo'lyapti. Mana liliyalarim. Liliyam ham ancha unchasi katta bo'lib qoldi. Shu gullar bilan ovunaman de. Ortiqcha boshqa ish qilishga kuchim yo'q. Mana gulimni qarang, asalligim. Mana qarang. Telefon o'zidek qilib jo'natmaydi-da. Unchasi ko'p ko'sta emas. Mana qarang, mana. Yaxshi. Hammasi chiroyli. Mana bitta mana lavanda gullayapti. Lavanda ham yaxshi narsa bo'lar ekan. Bundan 3-4 tub ekib qo'yish kerak ekan. Sovuqqa chidamli. Bunaqa uhud talab qiladigan emas. Hovlingizga ko'k berib turadi. Antana piyonlarim. Siyoh rang piyon, rozoviy piyon. Bular endi ancha ochilib tugab qoldi. Mana shuni doim esimdan chiqaraman, ey Xudo. Mana gardenziyamni qarang. Voy. Gardenziyani qarang, chiroyli shoxlaganini. Mana bu miniatyur gullar ekkan edim, bunchalashyapti. Mana gardenziya ham ancha o'sib qoldi. Xrizantema. Tol gullarim ham mana ancha o'sib qolishdi. Mana gardenziya ham oddiy gardenziyada bultur ko'rsatgan edim. Oq dumaloq, lekin juda ham chiroyli bu ham. O'ziga xos. Sovuq urmaydi, tashqarida qoladi. O'ramaysiz ham. Yaxshi narsa. Mana-chi, kuzda shunda shoxini olib yerga tiqib, ustiga katta bakalashga yopib qo'ygan edim. Mana. Eng oson usuli shu ekan, o'rtoqlar. Yerni yaxshilab yumshatasiz. Ozgina kul, qum aralashtirasiz-da. Xohlagan gulingizni shoxini kesasiz. Bir 2 qarich qilibmi, 1,5 qarich qilibmi. Bir 10 santimetrni yerga tiqib, ustiga bakalashga yopib qo'yasiz. Boshidagi qopqoq bilan ham kech-kuzda. Shu bilan qishim bilan qolar ekan, men aprel oyida ochib tashladim. Qarang. Bexavotir ildiz olar ekan. Mana bu Astrameriya. Astrameriyani menimcha buni ekmaganlar bilmaydi. Juda chiroyli guli. Har xil ranglari bor. Meniki bir xil rang. Men anaqa gardenziyamni ekib qo'ydim, qarang. Kichkina gardenziyam yerni yaxshi ko'rib rivojlandi. Ichiga o'sha o'ziga kerakli narsalarni soldim. Mana endi o'syapti. Gul beradimi, bermaydimi? Ko'ramiz. Mayda gullar. Mana bu boyagi Astrameriya. Shapaloq gulim. Bu yoqdagi gullar ko'ring. Bu yil hamma gullarga e'tibor berib, yaxshilab qaradim. Ancha chiroyli, jonlanib, yaxshi. Mana rayhonlarim mana.
jonlanib qoldi. Bunisini yerga ekib qo'ydim men. Yerni yaxshi ko'radi geranlar. Mana semirib chiroyli bo'lib qolishdi. Mana bu Floxy. Floxy esimdan chiqadi har doim. Mana Floxy, anta Floxy ochilsa ko'rsataman. Mana qarayman. Yana gartenziya. Gartenziya chiroyli bo'lib. Yeri xolab o'syapti. Ishqilib yaxshi gullab bersin. Shu bugun Velyani hech tilini tushunmadim de. Shundoq katta gulchiman deyman o'zimni. Lekin hech buni tilini tushunmadim. U to'ydan bu to'yga olib ko'rdim. Qishim bilan ham tiq etib gul bermadi. Mana endi menimcha gulga kiryapti. Gulga kiryapti. Har kuni suv berish kerak ekan, erinmay. Shunga ham e'tibor berib qarayapman. Ana hamma gullarimgacha qizlar anaqa berdim. Jija deydi, go'ngga achitib qo'yib, suvga aralashtirib berdim. Har qanday doridan yaxshi. Mana yengi olgan gulim qanaqa ekan. Mana qarang, asal degan. Turetskiy gvazdika, chinni gul deydi. Chinni gul bu. Ko'zingni quvnatib, anchagacha ochilib turadi. Rosa yaxshi ko'raman shu gulni. Bu jonim rosa ekardilar shu guldan. Oldilariga uylarni oldiga ekib olardilar-da. Qarang. Ancha turadi-da bu. Zo'r gul. Ekish kerak shu guldan. Mana yana bitta gartenziya bu to'yda. Shuni bozorga borib kesli torf olib kelsam, katta to'yga olardim. To'yga kichkinalik qilyapti. Bu ham gulga kirib qolardi. Men bunisini-chi yerga olib qo'ydim mana. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Men bu xo'sta 1 yilda shuncha kengayib ketdi mana. 2 yil, 3 yil tursa, katta ob'yom bo'lib ketadi. Juda yaxshi ko'raman shu narsani ham. Xo'stani ham. Men bu piyonimni bu yil bo'lib ekaman. Siqilib qolishdi yonma-yon. Orasini o'sha paytda yaqin ekkan ekanman. Mana orasini kamida 1 metr qilib ekish kerak qizlar. Piyon ekmoqchi bo'lsanglar, mana xudo xolisa kuzda ekiladi. Sentyabr oxiri, oktyabr o'rtalarida ekilsa zo'r bo'ladi. Bunichi orasini 1 metr qilib ekish kerak ekan. Rosa katta ob'yom bo'lib ketadi. Mana bu yil xudo xolisa ko'lab olaman. Bo'lib sotsam sotaman, sotmasam ekib qo'yaman. Mana o'ltirigi bir chiroyli bo'lgan anaqalarimni quritib qo'ydim tuvakka olib. Tuvakka olish kerak emas ekan. Bu yil yana 2 top kelib ekib qo'ydim. Xo'sta oldim bu yil. Yangi 10 kun bo'ldi ekkanimga. Sal qimmatroq bu. Ikkitasini 150 ga oldim shekilli. Ikkitasini 150 ga oldim. Mana yana bittasi. Xudo xolisa-chi? Ko'payib ketadi xudo xolisa. Ko'payib ketsa so'raganlarga beraman. Shuna qilib, gullar bilan gaplashib o'tiraman de. Mana shu kelib olaman de.
arg'imchog'imga o'tirib, gullarimni hamma yog'ini tomosha qilib o'tiraman. Qanaqadir bahri dilim ochiladi. Mana bu yo'lakni ko'ryapsizlarmi? Shu gulni o'rtasidan loyga botib yurardim. Umradan kelsam, shu yerda yo'l qilib qo'yibdi deb bolajonim. Onang o'lgilsin. Biram xursand bo'ldim. Qarang. Chiroyli mazza qilib yuribmiz gullarni. Loyini bosmay. O'ziga shukr, tinchlik omonlikni bersin. Hammamiz sog' bo'laylik. Gul ekib charchamaylik. Bolalarni baxtida, rohatida yuraylik. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Allohning panohida bo'linglar.